Assalomu alaykum. Mana bizda bugungi navbatdagi sayohatimiz Toshkent viloyatidagi Qo'ng'irbuqa cho'qqisiga bo'ldi. Qoya degan joyga mashina tashlab, yuqoriga chiqib ketamiz trek asosida. Bugun hozir osmon ozroq bulut ochilib, shunaqa bo'lib turibdi. Yomg'ir bo'lmasa, yomg'ir yog'ish ko'rsatmagan. Sayohatni boshladik. Biz hozir mana shu yo'ldan chiqib keldim. Yo'ldan chiqmay kelsam mana shu yo'ldan kelinayotganda hozirgi Chinarkentga chiqib ketadigan yo'l qilingan shekilli. Chinarkent o'zlari. Biz hozir endi mana tomonga chiqib ketamiz. Qo'ng'irbuqa shunga chiqib boramiz nasib. Qushlarning ovozini eshitinglar. O'sha joy Chinarkent. Chinarkentni balandligiga chiqdim hozir. Ana o'tgan yili Chorvoqda mana shu joylar yongan ekan. Yong'in ketganda ana daraxtlar yonib qurigan. Bitta daraxtlar qolgan, eski daraxtlar, lekin yosh daraxtlar ham emas. Yong'indan keyin qurib ketgan. Yonganda mana sizlar ham turibdi, shu joylar yongan ekan. Gullardan chiqayotgan hidlar ta'riflashga ilojiz. Juda go'zal. Qushlarning ovozi bilan juda go'zal holatda turibdi. Atlar chiroyligini. Hali cho'qqiga yetib borganim yo'q. Shu bo'lsa kerak deb turibdi. Bo'lmasa hamma orqasidagi shu mumkin. Bir salqinlashdi ancha tepa. Salqin ustimizga nimadir kiyib olamiz endi. Lekin mana shu o'zi juda go'zal. Odam maza qilyapti. Ko'z tegmayapti. Mana Qo'ng'irbuqa cho'qqisiga yetib keldik. Atrofda ko'rinish Qo'ng'irbuqa cho'qqisi. Ozroq deb turibdi bugun. Tanliq bo'lsa tog'lar, shu tog'lar hamma tog'lar mana shu hammasi tip-tiniq bo'lib ko'rinadi. Bunda vash chiroyli bo'lsa kerak. Ancha salqin. Shu salqin. Burada otlar var ekan.
katta chimyon. Bu pikap ahotnich bo'lishi kerak. Mana bu kichik chimyon, orqasida vatandash bash. Mana bu o'rtada ko'ring, mana bu baland tog' ekan. Mana bu yerda Poltava, orqasida Chadak. Baland qolganini nomini bilmasmanman. Chorvoq so'mbori bu tarafda. Ular asosan mana qorlilar Qozog'istonga qarar ekan shekilli. Hozir qaragan xaritada. Nomi asosan qozoqcha ekan. Qishloq, dachalar hammasi. Mana so'mbori, Banta. Ajoyib. Suvlar. Bu manzaraga odam tegmayapti-ku. Sariq gullar ichida yurish. Bilmagan holatda yaxshi vaqtiga kelib qopman. Oq gullar qaranglar. Shunday cho'llarni kiyib boramiz. Hozir bitta narsa o'ylab qoldim. Nimaga o'rmonga o'tib ketsa, daraxtlar mana shunday o'rmonga o'tib ketsa, tez yonib ketadi, o'lku deb o'ylardim. Mana bu har bir daraxt tagida o'zini quruq, o'zini shoxlari bo'lar ekan. O'sha hammasini tagida anchagina yig'ilib qolgan. Mana shular tez yonib ketishiga sababchi bo'lar ekan. O'zim uchun yangilik. Shu vaqtgacha shu xayolimga kelmagan ekan. Gul tupli. Tulana ko'p ekan lekin gullab-yapti uni. Bo'p guli to'kilgan qanchasidir. Qanchalar gullab-yapti, olma, do'lana ko'p ekan. Do'lana pishganda bir kelish kerak ekanda. Qushlar ovozini. Shu qo'ng'irbuqaga kelganda eng yoqqan joy mana shu o'rmon bo'ldi. Qushlarning ovozi o'ziga yarasha ajoyib hidlar. Qush ovozini sal yetkazib bersa bo'ladi. Lekin paraletga hiddi kelib ko'rish kerak. Sizlarga mana qo'ng'irbuqaga kelib shuni daraxtzorlarning orasida mana shunday ajoyib yo'l bor, tayyor. Shu yo'ldan yurib sayohat qilsangiz ham bo'ladi. Ko'ngil og'ir emas. Faqat shu joyda o'ziga kelib sayohat qilib, titrlarda turib damasalaringiz o'zgacha. Eshitdingizlar qushlar ovozini?
Mana aziz do'stlar, mana bizning bugungi sayohatimiz ham o'z nihoyasiga yetmoqda. Ertalab soat 9:20 da boshlagan bo'lsam, mana hozir 5:20 ga yaqinlashib qoldi. Shu vaqt oralig'ida mana shu yo'l bo'ylab ma'lum bir yo'lgacha borib, keyin eski odamlar yuradigan trappa bor ekan. O'sha bo'yicha Qung'urbuqaga chiqib keldim. Manzara ajoyib, zo'r. Borib, endi mana qo'ya degan joyga mashinamni qo'yib ketgandim. Stenka puli bilan berib ozroq. Ajoyib, sayohat ajoyib bo'ldi. Sizlarga ham bu joylarga kelishdi. Hech bo'lmasa mana Qung'urbuqaga chiqmasa ham yo'lda yarimida o'rmonlar bor, daraxtzor, chiroyli manzara, o'ta go'zal, ayniqsa bahor vaqti hozir. Endi daraxtlar ham yashil, gullar gullab turibdi. Keyin bu yerda chumchuqlarning ovozi, arilarning ovozi hammasi uyg'un bu butun boshli tabiatni go'zalligini berib turibdi. Sizlarga ham shu joylarga chiqib sayohat qilishni tilab qolaman. Keyingi sayohatlarda ko'rishguncha